Assalomu alaykum xalq dardi kanalining kuzatuvchilari, yana bir bor sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mana bu tarafda ham boshladik. Nasib bo'lsa kechgacha tugatishga harakat qilib turibmiz. Agar kech bo'lib qolmasa tugatib taylaymiz. Habitdan keyin sal kechroq boshladik. Kommentariyada yozishyapti-ku 5 kunda 86 ta g'ish. Endi 1 soatda nechta g'ish terib biz o'shani ham bir hisob-kitobini olib ko'rishsin o'shalar. Shuni aytsam, endi meni ham yaqinlarim ko'radi, kanalda kuzatishadi, kommentariyani o'qishadi. Shuning uchun mana o'zimga nima deydi, o'zimga sal yomon gaplarni eshittirgim kelmaydi, uydagilarning yuzini yerga qaratgim kelmaydi. Shuning uchun ham qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik deymiz. Xo'sh azizlar, sizlarga ertalab ham video qo'yuvdik. Ko'rgan bo'lsanglar, o'sha darvozani qo'yishimiz kerak deb video qo'yuvdik. Imkon qadar kim kuchi yetsa pastda kartalar bo'ladi. O'sha kartalarga 50 rubl, 100 rubl qo'ldan kelgancha harakat qilinglar. O'sha yerda ham bir chiroyli qilib topshirib ketaylik egasiga. Endi xalqimiz bilan birlashmasak, shunday qiynalgan oilalar kimdir olib chiqmasa shu turishda yashab ketaveradi. To'g'ri, biza yordam bermasak ham shinsa o'zgarib qolmaydi. O'sha kun o'tib ketaveradi. Faqat ko'zimiz bilan ko'rib turib, qo'limizdan kelgancha yordam bermasak ham menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Shunga azizlar, imkon qadar kimni qo'ldan kelsa kartalarga yangi o'zlarining qo'llaridagi karta raqam qo'yilgan, nomer ham yangi o'zlarining telefon raqamlari, qo'l telefon raqamlari qo'yilgan. O'sha raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yangi o'zingizga tushyaptimi yo birontaga tushyaptimi deb so'rab nima qilishlaringiz mumkin. Prosta yangi klikka ulanmagan har zamon borib do'konlardan tekshirtirib kelib turib biza. Qizim, rasmga tushasizmi? Keling, men oldimga rasmga tushasiz. Mana Sodiq akaning qizlari. Videoga qiziqadi bular. Xalqimizga nima deymiz? Shuncha mehribon xalqimiz bor ekan. Qiynalgan oilalarni ko'rib turib yordam bergisi kelayotgan shuncha xalq bor ekan. To'g'risini aytsa, men xursand bo'ldim, chunki men kutmadim. Xo'sh azizlar, telefonimiz ham qizib ketyapti, shuning uchun oxirigacha ola olmayapmiz bitta videoda. Gapimiz ham tugab bo'lib qolyapti. Shuning uchun kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz hammadan. Biz bitta suv ichib olib, tepaga chiqaylik nasib. Bismillah. Ya bismillah. Qani. Obering g'ish. O yoqda bitta eli uchun salgina neta bo'lib qolyapti-da. Xo'sh azizlar, telefonimiz ham ko'tarmay qolyapti, kamerasi issiqda. Shuning uchun to'liq video qila olmayapmiz. Shunday qilib ko'rib turganlaringizdek, bu tarafda ham tugatib tayiladi bitta keyin o'zi. Darvozani
Endi nasib bo'lsa shu darvozani bitta hal qilib olsak, ancha ishimiz yengillashadi. Sodiq aka ozroq loy solingchi monanga. Sodiq aka armatur bilan nimani olib berib yuboring? Kuvaldan olib keling borib. Bo'lar. Endi loyda nastroy qiling. Sivyaska uchun armaturani berib ketish kerak-da, Sodiq aka. Harajoy. O'smaydimi? Yo'q, devor ushlaydi-da, devor ko'p qimillab yiqilmaydi keyin. Bezapasini bo'ladi-da. Sivyaska yo'q-ku bu yerda. Qo'lizani. Nasıl oldu bering? Qanday bo'ldi Sodiq aka? Ko'rinmaydimi? Endi qanday qilasiz? Yerdan kim keladi? Shoshilmang. Kim kelmaydi? Bu aytadi-ki kimdir kelsa qanday qarayman deyapti. Kim edi? Ha, qayt bu kelsa ko'rmay qolasiz endi. Ko'rmaydi. Ko'ra olasizmi? Ha, ko'ra olaman. Hayat bu kelsa ko'ra olasizmi? Endi nima qilamiz? Olib bering. Xo'sh azizlar, mana va nihoyat tugatib ham oldik. Uncha qo'llab-quvvatlab kuzatib turganlaringiz uchun like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ehson qilgan odamlarni hammasiga kattagan rahmat aytamiz. 11 qator bo'ldi. Menimcha bo'ladi. Tashqarida 10 qator qilganimiz sababi uni tagiga salgina loyda balandroq berganmiz, shu sabab balandroq ko'tarilgan. Shuning uchun bu loyi sal yuqoriroq uni bu yerda chizib o'tirmadik. Sababi uni chizib o'tirsak yana vaqtimiz ketadi anchagina. Bir o'zim qilishimga to'g'ri kelib qoladi chizishga. Xo'sh azizlar, nima deymiz? Yana qayta so'rayapti desanglar ham. Endi iloji yo'qligidan qayta so'rayapman. O'zlaringiz imkon qadar qo'llaringizdan kelgancha pastda karta qoldiramiz. Ehson qiling, mana shu darvozani ham chiroylisidan. Qani qurbimiz yetib qolsa bir chiroylisidan yangisidan qo'yib qo'ysak. Chiroyli bo'lib o'tgan qaytgan ana endi chiroyli chiqib ketibdi.
Yaxshi ehson qilganlarning ham otasiga rahmat. Kattakon deyishsa, baribir nima deydi, ko'pchilikdan quyon qochib qutulmaydi-da. Arzimagan 5000 dan tayyorlashingiz mumkin yo 50 rubldan tayyorlashingiz mumkin Rossiyadagilar. Hech narsa emas-da. Birdan bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun azizlar, iloji boricha qo'llaringizdan kelgancha ehson qilib turinglar. Kartalarimizni agar mabodo yaxshigina pul yig'ilib qolsa, u tarafda ham qilishimiz mumkin. Shuni azizlar, hammalaringiz uylaringizga, rizqlaringizga qut baraka bersin Allohim. Topgan pullaringizga baraka bersin. Nimaiki niyatda ehson qilgan bo'lsanglar, o'sha niyatlaringizga erishinglar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr, chunki biz endi yaqinda video olib boshlayapmiz. Unday oldindan video olib, to'g'risi kamera yoqqanda salgina hayajon bo'ladi odamda. Shuning uchun kamchilik bo'lsa hammalaringizdan uzr so'raymiz. Likelarni bosib, qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Hammaga kattakon rahmat. Ehson qilganlarga ham katta rahmat. Like bosganlarga ham katta rahmat. Hammalaringizga kattakon rahmat. Kuzatishda davom eting bizga.